Turgan kun. Feruz aka, keling. Ancha bo'ldi ko'rishmaganimiz aka. Feruz aka, avvalambor rahmat aka, mana shunday tayyorgarlik ko'rib, qo'llaringiz uchun. Rahmat. Va tabriklayman. Mana shu avtomobil yaxshi kunlarga nasib qilsin, yaxshi kunlarga buyursin, tagidan shamollar yesin, yana qo'sha yutavering. Ko'ngli toza insonlarga hamisha nasib qiladi aka. Xudo xolasa endi mana sal kechdik. Sabablarni tushuntirdik, gaplashdik. Xudo xolasa mana mashina aka. Ha, qo'yib Tak. Xursandmisiz? Ya biz de xursandmiz. Hayajondamiz. Ishonmagandik o'zi oxirgi mana shu 3 oyda o'tdi-ku. Ishonmadik. Mana haqiqatan chinakam mana gap isbot bilan nimalar qilamiz? Gapirishga hojat yo'q. Ha, gap isbot mana. Isbot mana. Biz aytganimiz endi hozir ko'pchilik biladi, ko'p kuzatuvchilar biladi, o'zim bo'lmayapti. O'shani hisobiga va'da berdik, Feruz aka. Siz yutdingiz aka, moshin sizniki, moshin boradi dedik. Mana aka moshin. Rahmat. Yaxshi kunlarga buyursin. Qolganlarga ham yaxshi ber. Hamisha aytaman, videolarni kuzatgan bo'lsalaring, yaxshi niyat qilgan insonga nasib qiladi bir kun emas bir kun. Shunday. Aynan mana shu o'yinda bo'lmasa, keyingi o'yinda faqatgina o'yin toza bo'lsa, xalqning puli, xalqning rizqi. Shunday. Sizga nasib qildi, nechta bilet oluvdingiz? 2 dona bilet oluvdim. 2 dona bilet. Deymiz. 100 ming rublga. Assalomu alaykum. Jamshidbek bo'ladi. Shoir taniydiganlar bormi? Ha, taniymiz. Assalomu alaykum aka, yana bir bor. Va alaykum assalom. Aka 2 dona bilet olgan ekansiz. Ya'ni 100 ming so'mga, to'g'rimi? Xuddi shunday. Hozir aka onaxonni nomiga o'tkazdik avtomobilda. Onaxoningiz qaysi aka? Qani? Onaxon keling, onaxon. Mana. Assalomu alaykum. Onaxon qanday zo'mi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Xudoga shukr, rahmat. Onaxon mana dokumenti siz nomingizga o'tkazdik. Oching, ko'rsating. Bitta ko'rsatamiz. Ergasheva Risolat Turayevna. Tabriklaymiz. Tabriklaymiz mana. Tabriklaymiz. Mana kalit onaxon. Rahmat, hammaga yursin. Tabriklaymiz. Rahmat. Rahmat katta, rahmat. Cho'pon yigitcha. Jamshidbek ukamiz chopon so'radi, rosa niyat qilib bir kun kiysam. Moskvadan keldim shuning uchun opa. Cho'ponchimman. Ey, bir obrachilar ekib. O'zim Rahmat. toqqa qarab kelgan, ha? Siz toqqa qarab keling. Tog'day Ana. Hisob tog'lardek. Onaxon, men endi musofir yurtda yurgan aka opa singil